أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى قرآن عظيم الشنده مرحمت قلب aytadiki استعيذ بالله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Ey Habibim Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ko'rmaysizmi dinsizlarning fe'lini? Bilasizmi dinsizlarning ikkita alomati bor. Biri yetimga hech rahm shafqati yo'q, yordam so'rab kelsa urib haydaydi. Ikkinchi belgisi g'arib miskinlarga rahm shafqati yo'q, hech yordam bergisi yo'q va yordam berishga ham harakat qilmaydi. Jannatiylik belgisi, mo'minlik belgisi rahmdillik, mehrlik. Allah o'zini eng birinchi sifati Rahmon, bag'oyat mehribon, rahmdil ikkinchi sifati. Bandalaridan ham eng birinchi mana shu sifatlar bo'lishligini Alloh talab etadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kimki bir yetimni xo qarindoshi bo'lsin, xo begona bo'lsin, katta bo'lguncha kafilligini olib shu yetimga qarasa, jannatda meni yonimda birga o'tiradi. Ikkita barmoqlarini bir-biriga juftlab turib, mana shunday yaqin bo'ladi deb ko'rsatdilar. Har bir inson eng yonida olib o'tiradigan odamni qanday odam bo'lishini xohlaydi? Rahmdil, mehribon, saxiy. Ana shunday insonlarni qalbi pok bo'ladi. Aytmadilar boshqa bir savob ishlarni qilganlar yonimda o'tiradi deganlari yo'q. Yetimni boshini silab, yetimga otalik qilgan odam jannatda birga bo'ladi men bilan. İbn Abbos raziyallohu anhu rivoyat qiladi bu muborak hadisi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: yetim hurmatda bo'lgan xonadonda baraka bor, fayz bor. Yetimni hurmat qilgan xonadonni Xudo hech qachon xorlamaydi, azizlikda qoladi. Eng xor xonadon yetim boru yetimni shum yetim, balo yetim deb bolalardan ajratib, u yetimga hech bir rahm shafqat qilmaydigan xonadon, barakasiz xonadon, eng tuban xonadonlarning biriga aylanadi dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: jannatga payg'ambarlar jumladan men oldin kiraman-u, lekin bir ayollar borki, ular mendan ham oldin kirishga haqli bo'lib qoladi Alloh huzurida. Sahobalar so'radilar: qanday ayollar? Yosh bolalari bilan beva qolib, yetim bolalariga o'zi ota ham ona bo'lib boqib katta qilgan ayollar payg'ambarlardan ham oldin jannatga kirishga haqli bo'ladilar. Mehr, rahm, shafqat, oqibat bozorda sotilmaydi. Bu bir ilohiy tomondan beriladigan qalbki, bolalariga rahm, shafqat. Bu ajib dunyoda birovlar tirnoqqa zor bo'lib, bolam bo'lsaydi desa,
ba'zi bir xillar nopok yo'lda yurib bolalarini tirik yetim qilib tashlab ketadiganlar bor. Onalar bor, qadamlarin osti jannat. Lekin hoyu havasini bolalar mehridan ortiq ko'rganlar ham bor. Abu Dardo rivoyat qiladi bu hadisni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Dardoga qarab aytdilar: qalbing yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Rahmdil bo'lishligini xohlaysanmi? Rahm jannatga olib boradi. Duoing qabul bo'lishini xohlaysanmi? Maqsadga yetishni xohlaysanmi? Albatta ya Rasululloh. Yetimga rahm qil, yetimga rahm qil, yetimga rahm qil dedilar. Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam onani qornida yetim bo'lganlar otalari tug'ilmasdan dunyodan o'tdi. 6 yoshda onadan ham ajralib butun bir yetim bo'lib qoldilar. Buvalari qaradi, 9 yasharda buvalari ham o'tib, amakilari Abu Talib ser farzand odam o'z qaramog'iga oldilar. Og'irligim kelmasin deb obi Zamzam suvini ichib qornim to'q deb yurardilar. Va aytardilar, kimni qo'yi echkisi bo'lsa xolis boqib beraman, qarayman. Dardni dard chekkan biladi. Yetimlikni yetimlikda katta bo'lgan biladi. Shuning uchun kimki yetimga qarasa jannatda meni yonimda o'tiradi dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayit kuni namozdan chiqib sahobalar bilan ketayotsalar, bolalar o'ynayotgan joydan chiqib qoldilar. Hayit kuni bolalarini yaxshi kiyintirib, tuyalariga mingashtirib, tuyada o'ynatayotgan otalar ko'rib zavq shavqlari kelib turdi. Banogoh bir chekkada yig'lab o'tirgan bolaga ko'zlari tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bolani oldiga kelib, nimaga bolalar bilan o'ynamay o'tiribsan? Nimaga yig'layapsan? Ya Rasululloh, otam jihodda shahid bo'lgan. Onam boshqa erga tegib ketdi. O'gay ota menga kiyim olib bermadi. Uni o'rniga uydan ham haydab chiqasdi. Otam bo'lsa meni ham tuyaga mindirib, yangi liboslar kiydirib o'ynatardi deb ko'nglim uzilib yig'layapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men otang bo'lishni xohlaysanmi? Oyisha onang bo'lishini xohlaysanmi? Fatima opang bo'lishini xohlaysanmi? Hasan Husan jiyanlaring bo'lishini xohlaysan? Yig'lama bolam, men otangman. Tuyangiz yo'q dedi bolaligiga borib. Nimangizga mindirasiz? Ana ular tuyasida mindirib yuribdi. Bolam, men senga shunday zo'r tuya bo'laman, chiq ustimga. Yetim bolani yelkalariga o'tirg'izib ko'tarib yugura boshladilar. Tuya lo'killab yuradi, lo'killamayapsiz deganda sarvari olam tuyadaqa lo'killab yurish qildilar. Tuyalardan bir ovoz chiqadi. Af, degan ovoz. Bu hatto arab tilida
kechir degan ma'noni ham bildiradi. Af. Ularning tuyasidan shunday ovoz chiqyapti, siz nima jimsiz deganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam af deb ovoz chiqardilar. Shunda Jabroil alayhissalom kelib, ey Allohning rahmdil habibi Muhammad Rasul akram sallallohu alayhi vasallam, yana bir marta af desangiz olamga o't ketadi. Bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yetimlarga, yig'lab turgan bir go'dakka befarq qaramaganlarida bolani shu erkalatib uylariga olib ketib, uylarda u bola tarbiya ko'rdi. Lekin afsus, bir yil o'tgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu dunyodan u dunyoga rihlat qildilar. Shunda bola yana ham qattiq yig'laganda Hazrat Abu Bakr raziyallohu anhu kelib, ey bolajon, faqat bugun sen emas, hammamiz, barcha musulmon olami yetim bo'ldi. Shunday insonlarni hayotda ko'ramanki, namoz o'qing desa kechasi bilan o'qib chiqadi ham. Har kuni roza tuting yo kunara roza tuting desa qiladi ham. Lekin bir yetimga rahm qilib usti bosh olib berishga qorni og'riydi. Sen bir yetimga ko'ynak olib bersang, Alloh seni bolangga bir kastim shimlik egasi qilib qo'yadi. Sen bir yetimga ozgina yordam berib qo'ysang, Alloh senga buni 1000 baravar qilib qaytaradi. Xayri ihsonlar qilishadi, qorni to'qlarni chaqirib, pullarini sochishadi o'zlarini ko'rsatish uchun. Lekin bir yetimga, yo yetim bolami, yo bir yetim qizmi, shularga bir ma'naviy, moliyaviy bir yordam berishga hech qachon hayollariga keltirmaydi. Dunyoda mana shunday Allohning ko'p sinovlari bor. Azizlar, bu sinovlardan qalbi poklik bilan, mehr oqibat bilan o'tamiz. O'zbekistonimizni fayzi barakoti hamisha barqaror bo'lsin. Hozirgi mehribonlik uyi deb nomlanayotgan yetimlar uyida juda yaxshi parvarishlab, yetimlar holidan yaxshi xabar olinadi. Xotamiy saxiy insonlar bor. Shuning uchun ham azizlar, ofat balolardan yiroq bo'lamiz. Yetim yig'lasa dunyo larzaga kelib ketarkan, yetim kulsa, xursand bo'lsa, o'sha joyga shunday Xudoning rahmati yog'ilarkan. Yetim duo qilishni bilmaydi, u bola xursand bo'lganini Alloh ko'rib turadi. Farishtalar yetimni boshini silab, bir yangi ko'ynak kiyib qornini to'yg'izayotgani uchun butun farishta haligi yetim parvar insonning haqqiga Allohdan talab istig'for so'rab turishadi. Ilohiy, yurtimiz obod bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin.
Bir rivoyat yodimizga kelib qoldi azizlar. Bir aka uka otalari o'lib yetim bo'ldi. O'lishdan oldin otalari vasiyat qildiki, katta o'g'illariga, sen endi o'zingni ushlab olgan, haligi mani bolamni, ukayni merosi sen taniysan, Yamanda bir odamga berganman. O'sha odamni topib ukayni merosini olib bergin. Merossiz qolib qolmasin. U odam omonatlik odam, omonatni saqlab turibdi. Ukalarini olib otasi o'lgandan keyin Yamanga qalab yurdi. Madina orqali o'tirilarkan, Madinaga kelganda bir xo'rmazorni oldida tuyadan tushib, aka uka dam olishayotganda tuya o'zidan o'zi bir harakatga tushib, bog'ni davolini buzib xo'rmazorga kirib ketdi. Xo'rmazordan bir qariya chiqib tuyaga qarab bir tosh otuvdi. Tuya yiqildi-yu o'ldi. Tuyasini o'lganini ko'rgan darg'azab bo'lgan yigit toshni olib qariyaga qarab otdi. U ham o'sha zahoti qariyani ham boshga urilib o'ldi. Bog'dan ikkita aka uka yigitlar chiqib, bu yetim bo'lgan aka ukani ushashib, Hazrati Umar xalifalik zamonlari edi. Hazrati Umarni oldilariga olib kelishdi. Hazrati Umar sahobai ikromlar bilan kengash qilib o'tirgandilar. Nima gap bo'ldi? Mana bu yigit tuyasini deb otamizni urib o'ldirdi. Bola bo'yniga olib yigit ahvolli voqeani aytib berdi. Hayvonni deb insonni o'ldiribsiz. Qonga qon, bu bolalarni talabi haq. Endi chora nima qilaylik? Otamizni xunini so'raymiz, qatl qildirasiz. Bola aytdi, yigit, men qilgan jinoyatimga jazo olishga tayyorman. Lekin rahm qiling. Men qo'yvoring, Yamandan ukamga ukamni merosini olib bering. Necha kun muhlat bo'lsa, men shu muhlatda yetib kelaman. Axir siz qochib ketsangiz, shu bilan sizni qayerdan topamiz? Men iymonimni qo'yib ketaman. Men Muhammad Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning ummatlari musulmonman. Musulmon musulmonni aldamaydi. Endi sizga bironta odam kafil bo'lganda boshqa gapidi deganda, eng katta sahobalardan bo'lgan Abu Zar G'ifforiy turib, men shu yigitga kafilman. Aytilgan muddatda kelmasa, men turibman dedilar. O'ylab kafil bo'lyapsizmi? O'ylab kafil bo'ldim. Bir oy muhlat berildi. Bir oy oradan o'tdi. Belgilangan vaqt kechikib qolyapti. Aka ukalar Abu Zarga qarab, aldab ketdi-ku, bilmaganingizga kafil bo'ldi. Kafil bo'ldim, men turibman. Mana men turibman-ku. Mana nima qilsanglar qilasizlar deganda, terlagan, charchagan holda yigit kirib keldi. Hazrati Umar aytdi: Allohu akbar. Keling, o'limiga yugurib shoshilib kelgan yigit, keling. Shunchalik yugurib xavotir olib tezlab kelishingiz sababi nima? Ey Amiral Mu'minin, bir oydan beri Allohdan umr so'raymanki, iymonsiz ketib qolmayin.
iymonimni qo'yib kelganman, axir iymonsiz o'lib qolsam men nima qilaman? Men shu yerda qoldirgan iymonimga, va'damga yugurib keldim. Mana keldim, iymonsiz tirik yashab yurgandan iymon bilan o'lishim afzal-ku. Oxiratimda meni mo'min musulmonligimga guvoh beradigan iymonim-ku. Abu Zar aytdilar, Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'tganlariga hech qancha vaqt bo'lmasdan musulmonlar ummati Muhammad bir-biriga ishonmay qolibdi-ku, o'rtadagi ishonch ketibdi-ku degan so'z bo'lmasin deb umrimda ko'rmagan bolaga kafil bo'ldim. Iymon so'zini aytganda, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning nomlarini olganda, men buni yot begona deyishga Allohdan qo'rqdim. Alloh Qur'onda innamal mu'minuna ikhva degan, mu'minlar bir-biriga bir ota-onadan dunyoga kelgandek aka-uka degan. Men o'zimni bir ukamga kafil bo'ldim. Shunda ikkita aka-uka o'rnidan turib, biz ham Muhammad Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ummatimiz, kechdik otamizni xunini, bunday iymonlik e'tiqodli yigitni o'ldirganimiz bilan otamiz tirilib keladimi? O'zini, ukasini, birodarini musulmon o'ldirmaydi. Hazrati Umar aytdilar, mana islomni haqiqiy ustunlari, ahdga vafo, omonatga vafo, omonatga xiyonat qilmaslik, bergan va'daga sadoqatli bo'lish, bu eng katta islom ustuni. Bir-biriga haqiqiy ishonch, haqiqiy birodarlik ko'rsatish, mehr ko'rsatish, ittifoq bo'lish, bu bitta katta ustun. Mardlik, yomonlikka yaxshilik qaytarish, af etish, bu yana bir katta ustun. Azizlar, nimaga ko'proq iymon so'zi, vafo so'zi, omonat so'zi tilda qoldi? Nimaga dilimizda shu narsalarga muhabbat, ishonch yo'q? Bir-birimizga ishonmaymiz. Chunki aldab ham qo'yadi-da. Birin-bir aldab qo'ysa, bir-biriga rahm qilmasa, oxiratga nima olib boramiz? Nima olib boramiz? Shu boshimizni yerga qo'yib turg'izganimiz bilan Allohni bir qoyillatyapmizmi? Alloh bandalarini bir-biriga bo'ladigan mehr oqibati, rahm shafqati, saxovat va tantiligidan quvonadi, suyunadi. Alloh o'sha bandasini ham sevadi. Ibodatda riyo bo'lmasin deydi. Riyoni qayerdan bilib qolamiz? O'qigan namoziga amal qilmasligida, o'qigan Qur'oniga o'zi ishonmasligida, eshitgan Qur'onga o'zi ishonmasligida kelib chiqadi. Nimaga ishonmaskan deganda, nimaga rahmi yo'q, nimaga aldaydi, nimaga bo'lib turib yordam bergisi kelmaydi? Allohga ishonganlar hamisha bir-birlariga mehr oqibat ko'rsatib, oxiratda Alloh oldida yuzlari yorug' bo'ladi. Inshaalloh Robbil alamin.